haqidagi siyosiy fikrlar. Abduri Abul A'la Mavdudi. Tarjima qiluvchi Shabnam. Qur'onda hokimiyat tushunchasi tövəndəki oyatda mundaq bayon qilingan. Shubhisizki Parvardigoringlar Allah osmonlarni va zaminni 6 kunda, ya'ni 6 davrda yaratdi. Ondan o'zining ulug'ligiga loyiq ravishda arish ustida qaror oldi. Allah kecha bilan kunduzni yopadi. Kecha bilan kunduz bir-birini qo'g'lashidi. Ya'ni davomli o'rin almashib turadi. Allah quyosh, oy va yulduzlarni Allahning amriga bo'ysundirilg'uch qilib yaratdi. Yaratish va amr qilish, ya'ni koinotni tasarruf qilish rostilla Allahning ilkidir. Olamlarning Parvardigori Allahning darajasi kattadir. A'rof surasi 54-oyat. Arish ustida qaror ilish degan uqumni aniq tushunish tezroq bo'lib, balkim Alloh subhanahu va taolo bir o'rinni cheksiz olamning markaz qilib tanlagan va bu markazni olamga hukm qiladigan o'rin qilgan bo'lishi. Shundaqla bu o'rin arish deb atalgan bo'lishi mumkin. Yana balkim bu so'z hokimiyat va oliy janoblikqa belgi sifatida ishlatilgan bo'lib, arish ustida qaror oldi deganlik Alloh taoloning olamni yaratib bo'lgandan keyin butun kuchni qo'liga elib, olamning hokimi va egasi bo'ldi deganni ko'rsatishi mumkin. Hadisning xarakteri qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, arish ustida qaror oldi deganning haqiqiy qimmati va ahamiyati Alloh faqat olamni yaratquchili bo'lmasdan, balki uning hukmroni va boshqaruvchisidir deganlik bo'ladi. Bu tasavvur intayin muhim bo'lib, Qur'oni Karim bu nuqtani insonlarning to'liq tushunishini iroda qiladi. Alloh taolo olamni yaratib bo'lgandan keyin chekinib chiqqan emas. Hinduslar Alloh olamni yaratib bo'lgandan keyin chekinib chiqadi deb qaraydi. Bu qarash xato va botildir. Haqiqiy yaratquchi olamni yaratib bo'lgandan keyin uningdan aloqasini uzmaydi. Balki uningga har doim yetakchilik qiladi va idora qiladi. Butun huquq va kuch uning qo'lida. Kichiklikda zarradan kichik narsadan boshlab, cho'nglikda yulduz turkumlargacha hamma narsa Allohning irodasiga bo'ysunuvchi va uning buyrug'iga itoat qilguvchi. Butun mavjudotning taqdiri Allohga bog'liqdir. Shuningdek, Qur'oni Karim sherik, dinsizlik, nafs xohisha qul bo'lish deganlarni bitish qiladi. Agar inson Allohni barliq mavjudotning yaratquchisi va huquq yurgizguchisi deb qaramasa, Allohning olam bilan bo'lgan aloqasini uzib qo'ygan bo'ladi. Agar uning so'zi kuchga ega emas deb o'ylab olsa, bu o'yning natijasi butun huquq insonga yoki bir necha ilohning birlashishidan tashkillangan birlashma kuchga taalluq bo'ladi deb qaraydigan kibrdan boshqa narsa bo'lmaydi. Vaholanki Qur'oni Karim har ikkili qarashni keskin o'rib tashlagan. Qur'oni Karim Allohning olam bilan bo'lgan aloqasining ig'dorchilik va huquqqa bog'liq ekanligini ko'rsatadigan iboralarni takror ishlatgan bo'lib, buning ro'shan natijasi osmon zaminning haqiqiy ig'dorchiligi faqat Allohga xos. Olamga hukm yurgizish faqat uningga taalluq. Butun koinot bir hokimiyat tarafidan boshqariladigan bir tashkiliy birlik deganlik bo'ladi. Shuningdek, qandoq biri Allohning mutlaq huquq yurgizishida o'zi yoki ma'lum bir guruh yoki bir tashkilotning o'rtoqligi bor deb da'vo qilsa, bu ozg'unlik bo'ladi. Insonga nisbatan oqilona bo'lgan yo'l yaratquchi Allohning ulug' iloh, diniy ma'noda ibodatning g'oyasi, siyosiy va ijtimoiy ma'noda bo'lsa, birdan bir hukmron podshoh ekanligini e'tirof qilishdir. Alloh taolo o'zining yaratgan mavjudotlarini boshqalarning marhamati ostida ularga, mavjudotlarga xohlagancha yo'l yo'riq ko'rsatsin deb tashlab qo'ymadi va hech kimga xohlaganini qilsin deb mutlaq erkinlik berib o'tmadi. Haqiqatan Allah haqiqiy huquq yurgizguchi
və öz ilkidikilərini bevosita kuzatib turğuchi zotdir. Kecha-kunduz bir-biriga o'zligidan agishib qolmaydi. Fasllar tasaddibiy o'zgarib qolmaydi. Balki hammasi Allohning irodasi bo'yicha tartiblanib mangadi. Allah xohlagan o'rinda har qanday o'zgarishni elib bora oladi. Hamma narsa shaksiz uning irodasiga bo'ysunguchi va itoat qilguchidir. Bular uning mutlaq irodasi va qonuni bo'yicha hukm qilish vojib bo'lgan yaratquchi zotning g'oyasidir. Qur'onda yana bu fikrni yo'ritib beradigan muni oyat kelgan. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Bu oyatga munosib holda haqiqatan Alloh birdan-bir huquq yurgizguchi va olamning podshohi. Uning huquq yurgizishiga hech kim o'rtoqlasha olmaydi. U mutlaq huquq yurgizguchidir. Yuqoridagi oyat Allohning hammada yegona ekanligini yo'ritib beradi. Chunki inson kuch va huquq, hokimiyat qo'lida bor bo'lgan odamga itoat qiladi. Hatto nodon, ahmoq kishilarmi kuchsiz, huquqsiz biriga bo'ysunishni xohlamaydi. Agar kishilar butun kuchning Allohga mansub ekanligi va uningdil ekanligini muayyanlashtirib bilgan bo'lsa, boshqa hech kimga bo'yin aymagan yoki yordam va yo'l yo'riq so'ramagan bo'ladi. Demakki, faqat Allohning hokimiyati e'tirof qilinishi va uning buyruqlariga itoat qilinishi vojibdir. Allohga osiylik qilgan qonuniga bo'ysunishga bo'lmaydi. Allohning hokimiyatini e'tirof qilish islomdagi ilohiy hukmronlikning asosiy tushunchasidir. Allohning elchilari bilan kofirlar orasidagi ixtilof nuqtasi har doim payg'ambarlar ulardan Allohga to'liq itoat qilishni va uning ijtimoiy, madaniy, siyosiy va boshqa sohalardagi mutlaq huquq yurgizishini e'tirof qilishni talab qilib kelgan. Ammo ularning hammasi boshliq, qabila cho'nglari yoki zolim podshohlar o'xshashla hokimiyatini tashlab Allohning mutlaq huquq yurgizishini e'tirof qilishni rad qilgan. Tövəndəki oyatda bu nuqta texim ro'shan holda mundaq bayon qilingan. Musa aytdi: Parvardigorim o'zining dargohidan kimning hidoyat elib kelganligini, oxiratning yaxshi oqibatiga kimning ega bo'ladiganligini obdan biladi. Zolimlar, ya'ni Allohga yolg'onni chaplag'uvchi fojirlar cho'qim muvaffaqiyat qozonolmaydi. Fir'avn aytdi: Ey kattalar, men o'zimdan boshqa bir ilohning borligini bilmayman. Ey Haman, mening uchun xish pishirib, egiz bir bino solgan. Men Musaning ilohini ko'rishim mumkin. Men haqiqatan uni osmonda bir parvardigor bor degan davosida yolg'onchilardan deb gumon qilaman. Sura Qasas 37-38 oyatlar. Fir'avn ilohlikni da'vo qilib, osmon zaminni yaratquchi bo'lib ola olmadi va hech qanday bir shaxs yaratquchi bo'lib ola olmaydi. Fir'avnning iloh bo'lishi mumkin emas. Chunki Misrliklar bir to'p ilohlarga ibodat qiladi. Fir'avn o'zimi bir necha o'zlari yasab olgan ilohga ibodat qilib, o'zini quyosh ilohining shogirdi deb qaragan. Buningga asosan Fir'avnning o'zini iloh deyishiga maqsadi o'zini mutlaq podshoh, sulton deb itoat qildirish edi. Bu nuqtadan qaraganda Fir'avnning markaziy nuqtasi Alloh tarafidan e'lon qilingan shariatga sal qarab, o'zining siyosat qonunlarini da'vo qilgan hukumatlarning markaziy nuqtasiga o'xshamaydi. Shuningga o'xshash hukumatlar hukmronlik markazidan podshohlik, hokim mutlaqlik yoki nopozliq birining xohishiga bo'ysunadigan shaxs o'rniga tushib qolishi mumkin. Agar ular mutlaq hukm yurgizilishi zarur bo'lgan qonun, o'zlari yo'lga qo'ygan qonun, Allah va uning elchisi tarafidan bekitilgan emas degan davosini qilishda ching turadigan bo'lsa, ular bilan Fir'avn o'ttirishidagi prinsipda hech qanday farq qolmaydi. Har ikkilisining davosi o'xshash hisoblanadi. O'zini iloh deb atagan Fir'avn bilan o'zini mutlaq hukm yurgizguchi deb qaraydigan hozirgi dinsiz hukumatlar orasida farq bo'lmaydi. Islomda hokimiyat faqat Allohga xos. U zotlar haqiqiy qonun chiqaruvchidir. Hokimiyat tushunchasining mantiqli natijasi bo'lsa, islom hukumatining siyosiy tashkilotni xalifa ataganligidir.
İnsan Allah'ның zimminidagi xalifasidir. Uning vazifasi Allah'ның hukmronligidan kelib chiqqan buyruqlarni yurgizish va o'rinlash bo'lib, bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq degan: "O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga: Men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rin basar yarataman" dedi. Sura Baqara 30-oyat. Xalifa muayyan huquqlardan bahrlanadigan bo'lib, bu uning xususiy huquqi bo'lmasdan, balki Allohning vakili bo'lganlikdan erishgan huquqlardir. Xalifaning huquq yurgizishi otadan bolaga meros shaklida emas, balki tayinlash va saylanish shaklida bo'ladi. Uningga nima qilg'usi kelsa shuni qiladigan mutlaq erkinlik berilmaydi. Balki o'z aqidasining ta'limotlariga munosib ish qilish kerak. Agar aqidasiga xiloflik qilib, o'ziga tava bo'lmagan kuchni da'vo qilsa va Allohning buyruqlariga qarshi ish qilsa, uning yo'li to'g'ri hisoblanmaydi. To'g'ri bo'lgan Qur'oniy buyruqlarning g'oyasi shuki, inson xilofatni haqiqiy ravishda ro'yobga chiqarish kerak. Ondan tabiiy holda Allohning buyruqlariga itoat qilishi, uning yetakchiligiga ergashishi, uning zimindagi maqsadini o'rinlash kerak. Agar inson aksicha yo'l tutsa, o'zining mangulik dushmani bo'lgan shaytonning o'ljisi bo'lib ezib ketadi. Xalifalik butun insoniyatga ta'alluq bo'lib, ma'lum bir shaxs yoki oila, qabila, tabiqa, toifaga xos emas. Allohni butun koinotning podshohi deb iqror qilish. Allohni butun koinotning podshohi deb iqror qilish talab qilingandek, xalifalikni o'rinlaydiganlarmi musulmonlarning o'zidir. Ular qaysi tabiqa yoki toifaga tava bo'lishidan qat'iy nazar xalifa bo'lish huquqi bor. Albatta, xalifa bo'lish shartiga tushsa, u qandaqdir ma'lum bir toifa, tabiqa yoki xon avlodlariga xoslashtirilgan ish emas. Ilgari so'zlab o'tganimizdek, Allohning hokimiyat tushunchasi va insonning xilofatchilikdan maqsad shuki, inson Alloh tarafdan berilgan qonunga ergashishi kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda bu tushunchani ta'kidlab mundaq degan: "Og'zinglarga kelgan yolg'onni so'zlash uchun hech qanday dalilsiz bu halol, bu harom demanglar. Chunki undaq bo'lganda Alloh nomidan yolg'onni uydurgan bo'lasizlar. Alloh nomidan yolg'onni uydurg'uvchilar haqiqatan dunyo va oxiratda maqsadiga erisholmaydi." Sura Nahl 116-oyat. Bu oyat bir narsaning halol haromligini e'lon qilish huquqi faqat Allohga xos. Boshqa hech kimning u haqda huquqi bo'lmaydi. Agar birasi shunday qilishga urinsa, qat'iy xatolashgan bo'ladi degan ro'shan bayon qilmoqda. Shunga inson avval Allohning huquq yurgizguvchi ekanligini e'tirof qilishi, ondan Allohning zimindagi xalifasi bo'lish sifati bilan halol harom to'g'risida Alloh bergan huquqqa munosib holda hukm chiqarish kerak. Mas'uliyatsizlik bilan qonun tuzib, bir narsalarni qonunliq yoki qonunsiz deb Allohning yo'l yo'riqlariga bog'lamasdan e'lon qilish Alloh nomidan yolg'onni uydurganga o'xshash deb sifatlangan. Chunki bundaq qilish Alloh insonni xolig'ini yo'lga qo'ysin deb mutlaq erkinlik bergan deb qaraganlikdan yoki insonning asla huquq yurgizish haqqi yo'q. U cho'qim qarg'ularcha Allohning yo'li yo'riqidan chiqmay qonun chiqarishi va Allohning yo'li yo'riqi bilan mutlaq birdeklikni saqlash kerak deb qaraganlikdan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Her ikkili holatda inson yolg'on so'zlagan bo'ladi. Qur'onda yana bir necha o'rinda Alloh taolo mundaq degan: "Kimlarki Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydigan, ular kofirlardir. Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydigan kishilar zolimlardir. Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaganlar fosiqlardir." Bu yerda Alloh taolo ishlarini Alloh nozil qilgan shariat bo'yicha yurgizmagan va uni himoya qilmaganlarni birinchidan kofir, ikkinchidan zolim, uchinchidan fosiq bo'lib qilishidan ogohlantirgan. Allohning shariatiga osiylik qilgan odam 3 turlik: kofir, zolim, fosiq. Gunoh bilan ayiblanadi. Birinchisi osiylik, ya'ni Allohning hokimiyatini ko'zga ilmaslik.
va uning buyruqlarini o'rindashni rad qilish bo'lib, bu kufrlik hisoblanadi. Ikkinchisi, zulm qilishni to'g'ri ko'rish, ya'ni Allohning amri adil, haqqoniy, mukammal bo'lib, uningdan eg'ib ketish zulmni keltirib chiqaradi. Uchinchisi, inson Allohning quli, bandasi. U xo'jasining buyrug'iga osiylik qilish bilan ig'dorchilik va itoatidan chiqib ketadi-da, uning bu ishi fosiqlik bo'ladi. Inson Allohning shariatidan va yo'l yo'riqlaridan chiqib ketganda, yuqoridagi 3 jinoyatning biri bilan ayblanmay qolmaydi. Bu jinoyatlarning ig'irligi xato yo'lga eg'ib ketishning ig'irligi bo'yicha bo'ladi. Agar inson Allohning yo'l yo'riqlariga sal qarab, uni qalaymaqon, shubhilik, munosib emas deb qarasa va o'zining shaxsiy fikri yoki boshqa birining fikrini hammadan yaxshi deb qaragan bo'lsa, bu qarashlar odamni kofir, zolim yoki fosiq qiladi. Hammadan xatarlik bo'lgani uning islom doirasidan chiqib ketishidir. Allohning huquq yurgizishini e'tirof qilib, amaliyotida Allohning buyruqlariga bo'ysunmasa, ummat doirasidan chiqib ketmaydi. Ammo iymoni kufr, zulm, fosiqlik bilan ayrılışib qilib, haqiqiy xolis musulmon bo'la olmaydi. Inson ba'zi ishlarda Allohga itoat qilib, ba'zi ishlarda osiylik qilsa, uning iymoni Allohga osiylik qilgan darajada kufri, zulm, fosiqlikqa ayrılışib qolgan bo'ladi. Yuqoridagi oyatdan elinadigan hikmat shuki, haqiqatan musulmon uchun tushunishlik, adil, to'g'ri bo'lgan yo'l Allohning qonuniga, shariatiga ergashish. Yuqoridagi oyatdan elinadigan hikmat shuki, haqiqatan musulmon uchun tushunishlik, adil, to'g'ri bo'lgan yo'l Allohning qonuniga, shariatiga ergashish. Uni hayoti va jamiyatida tatbiq qilishidir. Barliq payg'ambarlarning yetkazmoqchi bo'lgan risolasi faqat birla. U bo'lsa-mu Allohning hokimiyatini e'tirof qilish va uningga ergashish. Alloh taolo bu nuqtani Isa alayhisalomning tilida bayon qilib, mundaq deydi: "Men ilgari kelgan Tavratni tasdiq qilgan holda keldim. Sizlarga harom qilingan ba'zi narsalarni halol qilish uchun keldim. Men sizlarga Parvardigoringlar tarafidan dalil olib keldim. Allohdan qo'rqinglar va mening Allohdan elib kelgan amrimga itoat qilinglar. Alloh haqiqatan mening Parvardigorimdir. Sizlarning mu Parvardigoringlardir. Uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir." Sura Al-Imron 50-51 oyatlar. Bu oyat Isa alayhisalomning yetkazmoqchi bo'lgan risolasining Allohning boshqa barliq risolasi bilan birdek bo'lib, hokimiyat faqat Allohga xos. U birdan bir ibodat qilinishi vojib bo'lgan zotdir. Axloq va jamiyatning mohiyati uning rahbarligi ustiga qurilishi kerak degan asosiy nuqtani o'z ichiga oladiganligini ro'shan yo'ritib beradi.